2024-yil mamlakatimizda hududlarning biznes imkoniyatlarini o'rganish va aholining g'oyalarini loyihalarga aylantirish maqsadida butunlay yangi tizim mahalla bankiri va yordamchi agentlar faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Trustbank xususiy aksiyadorlik banki ham mazkur jarayonlarda faol ishtirok etib, joriy yilda respublikamiz bo'ylab jami 101 ta mahallada mahalla bankiri va yordamchi agentlar lavozimini joriy etdi. Ular tomonidan aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish bo'yicha mikro-loyihalarni moliyalashtirish hamda yangi ish o'rinlari yaratish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Har bitta mahallada 101 ta yordamchi agentlar tanlab olinib, ishga joriy qilingan. Tanlab olingan mahallalarda aholi bandligini ta'minlash va yanada turmush tarzini yaxshilash doirasida qator ishlar amalga oshirildi. Tanlab olingan mahallalarda mavjud bo'lgan kambag'al oilalarga 22 milliard so'mdan ortiq 1000 ta loyiha paketlari yetkazib berildi va ularning daromadlarini 60-70 million so'mga oshirish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari mahalla bankirlari va yordamchi agentlar tomonidan mahallalarda bank hisob raqamiga ega bo'lmagan fuqarolar o'rganib chiqildi va buning natijasida 14 mingdan ziyod fuqarolarga bank hisob varaqalari ochib berishga erishildi. Yanvar-dekabr oylarida Trustbank mahalla bankirlari va ularning yordamchi agentlari tomonidan 76 milliard 200 million so'mlik 4285 ta mikroloyiha amalga oshirildi. Natijada 8803 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, Bektemir tumanidagi Ikota va Majnuntol mahallarida mahalla bankiri va yordamchi agentlar tomonidan tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolar bilan individual ish olib borilib, loyihalar aholining taklifi ehtiyojlaridan kelib chiqib shakllantirildi. Bugungi kunga qadar jami 50 ta mikroloyihalar yaratdik. Ushbu mikroloyihalarda biz 300 dan ortiq ishchi o'rinlar tashkil qildik. Ikkala mahallada mahalla drayverlarini aniqladik va oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan tadbirkorlar ko'paydi. O'zini o'zi band qilib kichik biznesini rivojlantirgan fuqarolar ko'paydi. Kelgusi yilda ham ishimizni jadallashtiramiz. Aholi farovonligi va turmush tarzini yaxshilash maqsadida ish olib boramiz. Bugungi kunda Trustbank mahalla bankirlari va ularning yordamchi agentlari ko'magida Ikota mahallasida tashkil etilgan yangi avlod xususiy nodavlat ta'lim muassasasi faoliyat yuritmoqda. Muassasa direktorining ta'kidlashicha, yana shu imtiyozli kreditdan foydalanib, yaqin kunlarda ana shunday ta'lim-tarbiya maskani ochish reja qilingan. Bog'chamizning ochilishida Trustbankning mahalla bankiri bizga imtiyozli kredit olishda ko'mak ko'rsatdi va shu kredit mablag'i bilan biz ishimizni yo'lga qo'yib, hozirgi kunda bog'chamizda 10 nafarga yaqin yangi ish o'rni yaratilgan. Bog'chamizning sig'imi 80 o'rindan mavjud. Hozirgi kunda 50% deyarli to'lgan. Xulosa qilib aytganda, hududlarda savdo, maishiy xizmat, ishlab chiqarish va boshqa xizmatlar sohasidagi mikroloyihalarni moliyalashtirishda Trustbankning imtiyozli kredit mahsulotlari muhim ahamiyatga ega. Har bir mahallaga yo'naltirilgan loyiha nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, aholi turmush darajasini oshirish va kelajak uchun ishonch yaratish imkonini beradi.